Qirg'izistonda yana 1 yil viza bilan yashash huquqini beruvchi yaqin qarindoshlar vizasi turi bor. Bu vizani kimlar olishi mumkin? Bu vizani Qirg'iziston Respublikasida yaqin qarindoshlari bo'lgan, ya'ni yoki ota-onasi, aka-ukasi, opa-singlisi yoki farzandlari bu yoqdan bu yoqqa turmushga chiqqan yoki bu yoqdan bu yoqqa turmushga chiqqan o'zini yaqin qarindoshlari bo'lsa va ularda u tomonda fuqaroligi bo'lsa, bu qarindoshlar vizasi statusli vizani olib 1 yil yashashi mumkin. Faqat bu vizaga yaqinda bir o'zgartirish kiritilgan, ya'ni u viza avval sirazi 1 yilga qilinganda, hozir lekin o'zgartirish kiritilib sirazi 1 yilga qilinmaydi. Birinchi 3 oylik viza qilinadi. Ya'ni bu viza qilishdan oldin narigi tomondagi qarindoshligini tasdiqlovchi hujjati ZAKS bo'lsa ZAKS yoki metrika bo'lsa metrika va pasport va u tomonda ishlaydigan joydagi istochnik dohodi va bu tomondagi fuqaro uchun yozilgan zaявленияsi va shu dokumentlar orqali avval 3 oyga viza qilinadi qarindosh statusi bo'yicha. Bu viza bilan 3 oy yashash mobaynida keyinchalik 3 oy oxirlab qo'yganda qayta cho'zdirish imkoni bor. Keyingi cho'zdirish imkoni shu 9 oyga cho'ziladi. Bunda ham yuqoridagi dokumentlar hamma ma'lumotlari kiritiladi, yangilanadi va shu viza asosida yana 1 yil 9 oy umumiy hisobda 1 yil yashash imkoni bo'ladi. Lekin shuni esdan chiqarmaslik kerakki, bu viza, ya'ni qarindosh statusli viza 1 yilga berilsa ham davlat joylarida yoki biron bir tashkilotlarda, hattoki oddiy qurilish ishlarida bo'lsa ham rasman ishlash huquqini bermaydi. Agar tekshiruv yoki boshqa shunga o'xshash tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, bu fuqarolar ishlagan joylarida yoki ishlayotgan joylarida jarimaga tortilishi mumkin. Chunki qonunda viza bo'yicha ma'lumotlar bo'limida ko'rsatib o'tilgan, ya'ni bu vizalar bu davlat hududida rasmiy ishlash huquqini bermaydi. Bu uchun отдельный SV1 va SV2 vizalari bor. Bu haqida yana ma'lumot beramiz to'g'ri. Hozircha shu.